Zahra? Anavi gapingni pulini oldingmi? Xo'rlayvermang, mening ham holim bor. Bir kun Gapingni pulini oldingmi? O'zi bir yilda bir marta gapimni pulini olsam, boshqa ayollarga o'xshab menga bantiklar taqib mashinalar sovg'a qiling demasam, iPhone 17 ni olib bering demasam, Dubayga, Antaliyaga olib boring demasam, qanday qo'pol so'zni nimaga menga ishlatasiz dadasi? Shunchaki oldingmi yo'qmi deb so'radim xolos. Ana shu oldingmi deb so'rashi o'zi ham meni qalbimga qanaqa og'ir botishini bilasizmi dadasi? Man u pulni olsam shu oilamga ishlataman, ro'zg'orga, bolalarga ishlataman, ota-onamga yo boshqalarga olib bermayman. Hammasi shu yerda bo'ladi, oilamga bo'ladi. Mening ham orzu-havaslarim bor. O'sha pulni menga bergin deyotganim yo'q-ku. Voy tavba. Voy tavba qildim. Hali siz u pulni so'ramoqchimisiz dadasi? Hali siz u pulni beram demoqchimisiz? Qaysi vijdon bilan so'rayapsiz? Qaysi yurak bilan, qaysi bunchalik tosh bag'irlaydi? Qayerdan olgansiz? Men bu gapimni aytishimdan maqsad keyingi oyga gapingga pul bermaymanmi deb so'ramoqchi edim xolos. Ha bersangiz, mendek xotiningizga beribsiz. Beginaga berdingizmi? Ha? Yo ko'chaga, havoga sovurib ketadigan xotinlarga berdingizmi? Bersangiz o'z xotiningizga beribsiz. Xotin kishiga berishi afzalligi qanchalik savob ekanligini bilasizmi siz? Bo'ldi. Tavbala qo'rdim. Akkancha, oyligingiz oldingizmi? Senamchi, vosh mana qo'pol so'zlar ishlatmagin menga. Meni ham dilim og'riydi.